Bitta mehribon opamiz singillarini sarpalariga olgan zakazlarni bugun ko'rib chiqamiz. Yaqinda singlimi to'yi, ozgina xursand qila qolay dedim deb yozibdilar. Birinchi bo'lib naborga kosmetichka qo'shdik. Keyin bo'lsa kis nabor bilan ikki xil makiyaj qotirish uchun fiksator. Kley o'zi bilan bo'lgan shunaqa nejniy puchkovoy kiprik. Har xil bleskli surish yoqtiradigan qizlarimiz uchun 6 xil rangli blesk. Podvodka bir tarafi kayal bo'lgan shunaqa qalamimizdan ham qo'shdim. Почти hamma zakazimizga qo'shiladigan o'sha mashhur metall tushimiz. Bunaqa duo tushimizdan ham oldilar. Bittasi qora, bittasi jigarrang bo'ladi. Bular terma tush, yuvganingizda ham kamochka bo'lib tushadi. Qosh uchun ob'yomi katta bo'lgan fiksator, обычный makiyajlarda kerak bo'ladigan oq podvodka, abga kontur, hidi shirin bo'lgan shunaqa atirimizdan ham qo'shganmiz. Ko'pchilik buni idishini yoqtirib olishadi, lekin kачествоsi ham dahshat chiqqan. Muammolarni yopib beradigan tonalka, shunaqa serdechkali xadovoy rangdagi paletka, прессованная pudra. Tinlarni menimcha juda ham yaxshi ko'radilar. Stikli highlighter sumочкаlarga solib yurishga ham rosa удобный bo'ladi. Tinlarni yaxshi ko'radilar deb shunaqa три в одном tenimizdan ham oldilar. Muammolarni yopish uchun konsiler, metall rumyana. Bugun yana novinkalarimiz keldi. Tez obuna bo'lmasangiz yengilliklardan quruq qolasiz. Shu highlighterni qidirib oxiri topib olib keldim. Oxirida shunaqa жидкий teni oldilar. Sponjik bizadan podarок. Zakaz qilish uchun описаниeni o'qing.